Olganlar esa manni full variantlarda olib haydaman deb yurganlar diqqatiga, xuddi shunaqasi mana bugun sotuvga chiqdi akalar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, naqd 586 kuchiga ega, yurgan masofasi ham 731 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomat korobkada. Salon ichki holatlarini videoda o'zingiz ko'rib baho bersangiz bo'ladi. Idealniy holatda turibdi. O'sha manni fulllarda oldi padushka bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqasi, mana ko'rsatib o'tgaman. Padushkada turibdi. Balonlarni holatini mana videoda ko'rsatsangiz bo'ladi. Keyin disklari ham alyuminiy diskda turibdi. Kabina oldi doполнительный padushkada. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda retardi mavjud. Baklari faqat bitta 590 litrli bak bilan jihozlangan. AdBluetooth 100% ishlaydi. Aytib o'tganimdek 2018-yilda ishlab chiqarilgan tegach. Persep ham 2018-yilda ishlab chiqarilgan Krone Persep 96 kuba standart. Mo'slar saf mo's utka ventilyatsiyasi bor. Persep ichida videoda ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi holatda turibdi. Egalari hech qanday kamchilik yo'q deb aytayaptilar. Persepda ham, tegashda ham. Ana endi hamma uchun eng qiziq bo'lgan joyi bu narxi. Narxini aytishda oldi, yana bitta narsa esimdan chiqdi. Kevesda ko'rayotgan bo'lsangiz chiroqlari turibdi. Uni ham ruxsatigacha bor ekan. Narxini egalari 60 ming $60 deb aytayaptilar. Telefon qilib o'zlari bilan kelishiga holatda savdolashib, yaxshi narxlarga olishingiz mumkin. O'zi narxi ham menimcha yaxshi narxda qo'yildi akalar. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Videoga like bosib, mana shunaqa Manni Euro 6 ni full variantini qidiruvga fura ishlanishlarga maksimal tarqatib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Fotodagi yana ko'plab furalarni bizning Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Hammaga rahmat.